Bekobodda suvga tashlangan fuqaro 34 kundan beri topilmayapti. Qidiruvga ko'ngillilar qo'shilmoqda. Ukraina Polshadan MiG-29 qiruvchilarining navbatdagi partiyasini oladi. Daniya Grenlandiyaga harbiy bo'linmalarni yo'naltirmoqda. Ukraina energetika sohasida favqulodda holat rejimi joriy etadi. Zelenskiy. Eronda qotilliklar to'xtadi. Tramp. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Eron va Isroil bir-biriga hujum qilmaslikka kelishib oldi. Eron deyarli barcha samolyotlar uchun o'z havo hududini yopdi. Ukraina bo'yicha tinchlik kelishuviga Putin emas, Zelenskiy to'sqinlik qilyapti. AQSh Karib dengizida yana bir tankerni qo'lga oldi. Farg'onada bir guruh yigitlar 14 yoshli qizchani zo'rladi. O'zbekiston chegaralari Bayraktar droni bilan qo'riqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Uchta davlat Trampni Eronga zarba bermaslikka ko'ndirdi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda. Videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Toshkent viloyatining Bekobod tumanida Ichki ishlar bo'limi tezkor vakili 43 yoshli fuqaroni avtomobilda urib ketib, turmush o'rtog'i bilan birgalikda yaradorni suvga tashlab yuborgandi. Jasadni qidirish ishlari boshlanganiga 34 kun bo'ldi, biroq jasad topilmayapti. Murdani izlash ishlariga ko'ngillilardan iborat jamoa kelib qo'shildi. Ularning safi kengaymoqda, ammo qidiruv ishlari boshlanganiga 34 kun bo'lgan bo'lsa-da, natija yo'q. Qidiruv ishlarini olib borayotgan 43 yoshli fuqaroning jasadi qay tarzda oqib ketishini taxmin qilish uchun shu vaznga ega bo'lgan ichi to'ldirilgan qopni suvga tashlab ko'rgan. Qop suvga tushgach, suvga cho'kkan, ammo oqib ketmagan. Baliqchilar qidiruv davomida maxsus eholot qurilmasidan foydalangan. Suv tagiga taxminan 20-25 metr uzoqlikda temir jism tashlab, qurilmaning imkoniyati tekshirilgan. Qurilma jismni tezda topgan, biroq qidiruv ishlari davomida uning yordamida jasadni topishning imkoni bo'lmagan. Jasad suvga tashlanmagan bo'lishi mumkin. Ichki ishlar bo'limi xodimi nafaqat tergovni, ular orqali jamoatchilikni ham chalg'itayotgan bo'lishi mumkin, deydi voqeadan xabardor faollar. Bunday fikr murda 34 kundan beri topilmayotgani natijasida kelib chiqmoqda. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning 11-dekabr kuni Bo'ka Bekobod avtomobil yo'lida Ichki ishlar bo'limi xodimi boshqaruvidagi Nexia 3 43 yoshli fuqaroni urib yuborgan edi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xodim voqeani yashirish uchun xotiniga qo'ng'iroq qilib, Matizida u aytgan joyga yetib kelishini tayinlagan. So'ng yo'l transport hodisasida jarohat olgan fuqaroni o'zining Nexia'sidan Matizga olib o'tgan. Uni voqea joyidan taxminan 35-40 km uzoqlikdagi Do'stlik kanaliga olib borib oqizib yuborgan. Polsha ittifoqchisi Ukrainaga 9 tagacha MiG-29 qiruvchi samolyotlarini topshirishi mumkin. Bu haqda mamlakat mudofaa vaziri o'rinbosari Pavel Zalevskiy TVP World telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Zelenskiyning aytishicha, hozirda Ukraina mudofaa vazirligi bilan texnik muzokaralar olib borilyapti. Gap avvalo samolyotlarni topshirish tartibi, texnik xizmat ko'rsatish va ekspluatatsiya masalalari haqida ketmoqda. Hozirda Ukraina mudofaa vazirligining yakuniy javobini kutyapmiz. Muzokaralar davom etmoqda va ular asosan texnik xarakterga ega, degan Zalevskiy. Polsha tomoni ma'lumotiga ko'ra, Ukraina taklifni prinsipial jihatdan qabul qilgan. Dastlabki bosqichda 10 tadan kam samolyot topshirilishi rejalashtirilmoqda. Qolgan qiruvchilar keyinroq berilishi mumkin. Mulozim jarayonda logistika, ehtiyot qismlari, uchuvchilarni o'qitish va texnik tayyorgarlik kabi masalalar muhimligini ta'kidladi. Polyak rasmiylariga ko'ra, mamlakat ixtiyoridagi MiG-29 qiruvchilarining xizmat muddati tugab boryapti. Modernizatsiya dasturlarini davom ettirishning esa imkoni yo'q. Qolaversa, Varshava jangovar samolyotlari parkini NATO standartlariga muvofiq yangilamoqchi. Shu bois harbiylar ularni Ukrainaga topshirish maqsadga muvofiq deb hisoblamoqda. Daniya Grenlandiyaga harbiy xizmatchilarni ko'chirishni boshladi. Ortidan NATO ittifoqchilari tomonidan qo'shimcha kuchlar yuborilishi kutilmoqda. Bu haqda Euroaktiv portali mahalliy ommaviy axborot vositalariga tayanib xabar berdi. Daniya qurolli kuchlarining oldingi bo'linmasi Fortrop allaqachon Grenlandiyaga yetib keldi. U ehtimoliy holda yirikroq bo'linmalarni joylashtirish uchun zamin tayyorlaydi, deya ma'lum qiladi portal
DR teleradio kompaniyasiga tayinib. Grenlandiya va Daniya hokimiyatlari orolda harbiy ishtirokni kengaytirish, shuningdek 2026-yil davomida ittifoqchilar bilan qo'shma mashqlarni davom ettirishni e'lon qildi. Grenlandiya aholisi yanada ko'proq harbiy samolyotlar, qo'shinlar va kemalarni, jumladan NATO ittifoqchilariga tegishlilarni ham ko'rishga tayyor bo'lish kerak, deyiladi Grenlandiya hukumati saytida e'lon qilingan bayonotda, deb iqtibos keltiradi portal. AQSh prezidenti Donald Trump Erondagi qotilliklar to'xtaganini ma'lum qildi. Amerika yetakchisi bu bayonotni Oq uyda bo'lib o'tgan hujjatlarni imzolash marosimida aytdi. Bizga Erondagi qotilliklar to'xtayotgani aytildi. Ular allaqachon to'xtagan, dedi u. Trump shuningdek bu ma'lumotni tekshirib ko'rishni ta'kidladi. Agar bu haqiqat bo'lmasa, biz juda g'azablanamiz. Eronda norozilik namoyishlari 28-dekabr kuni milliy valyutaning to'satdan qulashi ortidan boshlangan va o'shandan beri mamlakat bo'ylab kamida 46 ta shaharga tarqaldi. Shaharlarga ko'ra yuzlab odamlar, jumladan bolalar halok bo'lgan va yana ko'plab odamlar yaralangan. Eron va Isroil 2025-yil dekabr oyi oxirida bir-biriga zarba bermaslikka kelishib olishgan. The Washington Post bu haqda manbalariga tayanib xabar berdi. Dekabr oyi oxirida Erondagi norozilik namoyishlari boshlanishidan bir necha kun oldin Isroil rasmiylari Rossiya orqali Eron rahbarlariga Isroilga birinchi bo'lib hujum qilmaguncha ular Eronga zarba bermasliklari haqida xabar berishgan. Mintaqadagi diplomatlar va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Eron Rossiya kanallari orqali oldindan ogohlantiruvchi zarba berishdan tiyilish haqida javob bergan, deb xabar beradi The Washington Post. Gazeta manbalariga ko'ra, bu Isroil Livanda Hizbullohga qarshi keng ko'lamli harbiy kampaniya tayyorlayotgan paytda sodir bo'lgan. Eron o'z havo hududini avvalroq olingan ruxsatnoma asosida xalqaro reyslardan tashqari barcha samolyotlar uchun yopdi. Bu haqda Eron fuqaro aviatsiyasi tashkiloti NOTAM e'lon qildi. Cheklovlar chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:45 dan kuchga kirdi. Flight Radar 24 ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Eron havo hududida 2 ta samolyot bor. Bangkok va Guanchjoudan Tehronga parvozlar. Saudiya Arabistoni, Qatar va Ummon AQSh prezidenti Trampni Eronga hujum qilmaslikka ko'ndirish va Tehronga yaxshi niyatlarni namoyon etish uchun imkoniyat berish maqsadida katta diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Bu haqda Agence France Press saudiyalik manbaga tayanib ma'lum qildi. Manbaning aytishicha, ushbu uch davlat keskinlashuv yuz bergan taqdirda mintaqada juda jiddiy oqibatlar bo'lishi mumkinligi haqida Washingtonni ogohlantirgan. Shuningdek, erishilgan ishonchni mustahkamlash va ijobiy kayfiyatni saqlab qolish uchun muzokaralar davom etayotgani qo'shimcha qilingan. Avvalroq Donald Trump Islom Respublikasiga nisbatan kuch ishlatish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston chegaralari Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar dronlari bilan kuzatib borilmoqda. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik Bahodir Qurbonov joriy yilning 13-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan Xavfsizlik kengashining mamlakat harbiy xavfsizligi va mudofaasini mustahkamlash masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishida ma'lum qilgan. Uning qayd etishicha, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish tizimiga zamonaviy raqamli vositalarni joriy etish jarayonida davlat chegarasini 42% video kuzatuv tizimi bilan jihozlangan. 1117 km optik tolali aloqa liniyasi tortilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida bir guruh yigitlar 14 yoshli qizchani zo'rlagani haqida xabarlar tarqaldi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova bildirishicha, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlik holati yuzasidan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchi shaxslar Jinoyat protsessual kodeksining 121-moddasi tartibida ushlanib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. AQShning Janubiy qo'mondonligi Karib dengizida yana bir 6-tanker qo'lga olinganini tasdiqladi. X ijtimoiy tarmoqdagi xabarga ko'ra,
Gerald Ford avianotsitsi bortidagi dengiz piyodalari, Janubiy Nayza operativ guruhi tarkibidagi harbiy dengiz kuchlari va AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi xodimlari tong otish paytida Veronika tankerini ushlab qolgan. Ma'lum qilinishicha, tanker AQSh prezidenti Tramp tomonidan sanksiyalar ostidagi kemalar uchun Karib dengizida joriy etilgan blokadani buzgan. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyning Oval kabinetida Reuters agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida Rossiya prezidenti Putin o'zi boshlagan va qariyb 4 yildan beri davom etayotgan Ukrainadagi urushni yakunlashga tayyor ekanini aytdi. Menimcha Putin kelishuv tuzishga tayyor. Ukraina kelishuvga kamroq tayyor, deya fikr bildirdi Trump. Ukraina energetika sohasida favqulodda holat rejimi joriy etiladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy Telegram kanalida hukumat a'zolari, Xalq xizmatkori fraksiyasi va DTEK energetika kompaniyasi rahbariyati bilan o'tkazilgan yig'ilish yakunlari bo'yicha ma'lum qildi. Uning aytishicha, Kiyevda vaziyatni muvofiqlashtirish uchun sutka davomida ishlaydigan shtab ham tashkil etiladi. Kiyevdagi vaziyatga alohida e'tibor qaratildi. Rossiya zarbalari oqibatlari va ob-havo sharoitining yomonlashuvi tufayli holat og'ir. Kiyev shahridagi vaziyatni muvofiqlashtirish uchun doimiy faoliyat yuritadigan shtab tuziladi. Umuman olganda, Ukraina energetika sohasida favqulodda holat rejimi joriy etiladi. Bunday sharoitda aholi va jamoalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek amaliy masalalarni hal etish ishlariga rahbar etib, Ukraina birinchi vitse-premyer vaziri, energetika vaziri tayinlandi, deb yozdi Zelenskiy.